Tak, aziz do'stlar, molni tagini tozalashga charchagan akalarimiz uchun avtomatik tarzda tozalaydigan Delta Scraper. Juda ham ko'p reklama qilaman. Bunimizni lopatasi adashmasam 2,5 metr, bunisiga 3. Ну, o'zingiz расширить qilib olaverasiz, chiqarib, pasaytirib, ana qilib olaverasiz. Bitta komplekt hisoblanadi. Buni narxi 10 ming turadi. Buni qo'shimcha zanjirlari ham bor. Bu asosan malochkaga. Uzunligi где-то 100-120 metrga yetadi. Qo'shimcha yana zanjir qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. 3 fazada ishlaydi buni. Buni o'zini avtomati bo'ladi. Mana bu temirlari bo'ladi. Bu yerda yotadi. Zanjir operator sal bu yoqqa ko'rsating yaxshilab. Tak, ikkita lopatamiz bor ekan bu yerda. O'zi bir komplekt ekan. Narxi 10 ming. Aziz do'stlar, bular sal qimmat yuradi, turetskiy. Narxi 10 ming. Agar realni oladigan bo'lsa, yo'l krasini qilib beraman ichida. Shunaqa qolib ketgan bitta. Ko'plar hozir uncha qiziqmayapti. Atak malochniy komplekslar bo'ladigan bo'lsa, tavsiya qilaman. O'zi avtomatik tarzda borib, kelib tozalab yuraveradi. Molingiz tagi toza, estetichni turadi. Shu aziz do'stlar. Charchamanglar.